Gipsokarton nimadan yasaladi? Nega aynan Vero? Hayotiy misollar va aniq dalillar bilan. Hamma ham ko'rmaydigan, lekin hammaga ta'sir qiladigan qurilish materiali haqida gaplashamiz. Biz har kuni devorga suyanamiz, shift ostida yuramiz, dam olamiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Bularning ortida nima bor? U qanchalik mustahkam? Unga ishonish mumkinmi? Bugun aynan mana shu savollarga javob topamiz. Gipsokarton deganda ko'pchilik oddiy qog'oz bilan qoplangan mahsulotni ko'z oldiga keltiradi. Aslida esa bu jiddiy va mas'uliyatli qurilish materiali. Barcha jarayon tabiiy gips qazib olishdan boshlanadi. Bu gips yuqori haroratda maxsus ishlovlardan o'tadi. Har qanday namlik, ortiqcha aralashmalar, texnik nuqsonlar yo'q qilinadi. Keyin aynan shu tayyorlangan gips maxsus qavat holida uzluksiz chiziqda quyiladi. Uning ikki tomoniga esa oddiy qog'oz emas, yuqori bosimga, egilishga, yonishga chidamli karton qatlami yopishtiriladi. Natijada har bir qatlam, har bir santimetr ishonchli va tekis, bardavom bo'ladi. Bu shunchaki qurilish materiali emas, bu ichki makoningizni himoya qiladigan qatlam. Albatta, har xil gipsokartonlar bor. Lekin nega quruvchilar, ustalar va eng muhimi odamlar Veroni tanlashyapti? Chunki Vero O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va xalqaro sifat talablariga mos mahsulot. Biz tasodifan ish qilmaymiz. Zavoddagi har bir texnologiya, har bir nazorat jarayoni mahsulot sifati uchun ishlaydi. Bugun Vero mahsulotlari nafaqat O'zbekistonda, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi ko'plab davlatlarga ham eksport qilinmoqda. Bu esa faqat narx emas, sifat tanlanayotganligining isboti. Chunki eksport eng kuchli sinov. Qurilish qimmatga tushishi mumkin, lekin ishonchsiz mahsulot esa undan ham qimmatroqqa tushadi. Vero bu milliy mahsulot. Sifati sinovdan o'tgan, eksport isbotlangan. Ishonch kerak bo'lsa, ichki dunyoyingiz Vero bo'lsin. Bu shunchaki gipsokarton emas. Bu ishonch, bu sifat, bu Vero. Vero milliy g'urur va buyuk kelajak poydevori.